PUBG o'ynab ham ingliz tilini o'rgansa bo'ladimi? Umuman olganda PUBG bilan juda ko'p vaqt shug'ullanish kerak emas, lekin chet ellik odamlar bilan, o'yinchilar bilan o'ynash uchun juda yaxshi trenajyor. 2 oyda IELTS 7 ola olamanmi? Xohlasangiz 0 dan 2 haftada ham olsangiz bo'ladi, hamma olyapti-yu reklamalarda. Akamning pasporti bilan u uchun IELTS imtihon topshirsam bilib qolishmaydimi? Bilib qolmasligi mumkin, no vijdoningiz biladi-yu baribir. Telefon chalg'itadimi yoki yordam beradi? Telefon ham chalg'itishi ham mumkin, yordam berishi ham mumkin. Telefonda qanaqa ilovalar bilan shug'ullanishingizga bog'liq. IELTS ga bir hafta qolganda nima qilish kerak? Bir hafta qolganda ko'proq gapirib va ko'proq yozish kerak. Ya'ni ingliz tilini ko'proq production qilish kerak. 3 oy intensiv o'qigan yaxshimi yoki 1 yil shoshmasdan? Agar 1 yil shoshmasdan o'qimasangiz, 3 oy intensiv o'qishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun 1 yil shoshmasdan o'qigan yaxshiroq. Bugun boshlaymi yoki ertaga? Kecha boshlashingiz kerak edi. O'shaning uchun hozir tez-tez yuguring.